Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz, hurmatli qo'yburt sohiblari. Sizlarni 2026-yil bilan tabriklaymiz. Yangi yilingiz omadli bo'lsin. Va sizlarga bugun tarot xaritasidan xabar yanvar oyi uchun bo'ladi. Bu shunchaki kayfiyat uchun. Yanvar oyida asosiy maqsadlaringiz nima? Sevgi, munosabatlar, barcha munosabatlarda yutuqlarga erishish, barcha o'zingizning ishlaringizda, karyerangizda, oilangizda, farzandlar bilan yoki yaqinlaringiz bilan munosabatingizni iliq o'rnatish. Ya'ni asosiy maqsadingiz shu. Sizni yanvar oyida nimalar kutmoqda? Yanvar oyida pul masalasini hal qilish kutmoqda. Ya'ni pul oldi-berdi ishlaringizni oxirigacha yetkazish. Ha, yanvarning boshida ozroq pulingiz kamroq bo'lishi mumkin, ammo u jadallashib ketadi. Nimalar bo'lishi kutilmoqda? Albatta siz harakatga tushib ketasiz, ishga, o'qishga bo'lsa o'qishga, karyera bo'lsa karyeraga, yoki uy bekasi bo'lsangiz yoki siz erkakmisiz farqi yo'q, siz yana ishga jadal va boshqacha energiya bilan ishga tushib ketasiz. Xo'sh, buning natijasi yanvar oyida qachon bo'ladi? Yanvar oyida sizga tarot xabar qiladiki, konfliktga berilmang. Ya'ni sizga yoqmaydigan odamlarni uchratib qolishingiz mumkin. Yoqimsiz xabar, suhbatlar bo'lishi mumkin. Iloji boricha e'tibor bermaslikka harakat qilishingiz lozim. Undan tashqari sizga pul, obro' va e'tiborlar sizni qamrab oladi. Bu yanvar oyining o'rtasidan boshlanadi. Sizni mehmonga chaqirish, sizni sog'inuvchilar sizga qo'ng'iroq qilishi, siz bilan biron bir shartnoma tuzishga ham intilishadi. Erkakmisiz, ayolmisiz, farqi yo'q. Bu juda ham yoqimli. Undan tashqari sizga ko'p mehmonlar kelishi mumkin. Siz mehmonga borishingiz mumkin yoki sizni biron bir joyga dam olishga taklif qilish mumkin. Bu narsa sizga juda ham yoqadi. Undan tashqari oilangiz haqida bir ajoyib xushxabar eshitasiz. Xo'sh, sizga nima kelmoqda? Pul. Yanvarning oxirida qo'lingizda daromad bo'ladi. Bu daromaddan o'zingiz quvonib ketasiz. Yil yaxshi boshlandi. Boshida yaxshi bo'lmadi-ku deb o'ylagan edim. Lekin yil yaxshi boshlandi deysiz. Yanvarning oxirida qo'lingizga daromad tushadi. Sizni nimalardan ogohlantiradi? Sizni ogohlantiradi, siz ish joyingizni hozir o'zgartirmang. O'rgangan kasbingizni o'zgartirmang. O'sha kasbni yana rivojlantirishga harakat qiling. O'qishingizni ham o'zgartirishga harakat qilmang. Ya'ni sizga joyingizni o'zgartirish hozircha tavsiya qilinmaydi. Yoki siz munosabatda bo'lsangiz, sevgi munosabatida ham konflikt bo'lib, urushishga harakat qilmasligingiz kerak. Aynan shu narsani ko'rsatib bermoqda. Mana urushishga harakat qilmasligingiz kerak. Dilozorlik yaxshi emas. Sizga pul kelmoqda, siz hatto sovg'alar berasiz, siz ham sovg'alar olasiz va pul to'plashni ham boshlaysiz. G'alaba siz tomonda, tabriklaymiz. Yanvar oyi sizga yoqimli o'tsin va tez o'tib ketadi. Yanvar oyi tez o'tib ketadi va tez fevralga yetib borasiz. Sog' bo'linglar.